Hello YouTube ahli, sizlar bilan men Blood King, ya'ni Bloody King. Xo'p, sizlar bilan bugun biz Minecraft o'ynaymiz. Sizlarga bugun obzor qiladigan server topdim. Ya'ni bu Just Mine Us. Xo'p, buni Telegram kanali bor, ya'ni shu Telegram kanal pastda chiqadi hozir sizlarda. Xo'p, bu sizlarga serverga tanishtiradigan bo'lsam, juda zo'r server, yangi ochildi. 24/7 onlayn Aternos server emas, eng maksimalni zo'r xabar Aternos emas. Har doim onlayn bo'lib turadi. Kirganlaringda top onlaynlar turadi bu yerda. Xo'p, Sanjarbek birinchi o'rinda turadi, 97 soat. Top o'limlar ekan bu. Top o'limlar esa top o'ldirishlar. Xo'p, bu yerda meni asl jigarim turibdi. Asal yesi ekan bu. Mana asl jigarim turibdi. 11-o'rinda ekanman. Xo'p, bu yerda ikkita rejim bor. Nimaga kam desalar, nimaga aktiv kam desalaring, bu server yangi ochildi. Agar aktivini ko'tarsalaring, bu yerda mana shu yer, mana shu yer, mana shu yer va mana shu yer. Ya'ni box PvP, bed va kit PvP yana boshqa rejimlar bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerda anarxiya va survival HP turibdi. Biz anarxiyaga kiramiz. Sizlarga anarxiya haqida tushuncham beraman. Xo'p, bu yerda men gamma kitiga ega bo'lganman 8 kun oldin. Ya'ni bir hafta yo bir kun. Qilsalaring server haqida ma'lumot berilgan. Ya'ni RTP bu RTP ramdon teleport, ya'ni bu oddiy olam, bu tugaydigan olam teleport, bu yerda esa olovli o'lgan. Xo'p, meni bu yerda magazin va auksion maxsus craftlar, ya'ni craft, buni bilgan nimaligini donat xizmatlari, biz qayerda bormiz, skills, ya'ni bu sizning qanday ataka yo nimadir qilishlaringiz yozilib boriladi, random teleport va kitoblar. Xo'p, donatga kiramiz, ya'ni rangingiz haqida ma'lumot. Prime bu birinchi rang bo'ladi. Bu 30 kunga 3000 so'm bo'ladi. Buni rang kit prime, bosh kiyim, head bo'ladi. Tepaga teleport top. Imkoniyatlar xom soni 4 ta, region blok 4 ta, auksion stollar, yana auksionni 8 ta masalan qo'ysa bo'ladi. Energetsga 40 ta narsa qo'ysalaring, yo'q, 36 ta narsa qo'ysalaring bo'ladi. Teleport sanasi biron random teleportga yoki biron kishi teleport qilsalar 6 sekundda bo'ladi. Bu kichik rang hali. Nexusda esa kit Nexus, clear, feed, HP to'ldirish. Feed nima desalaring, qorning och qolsa qornini to'ydiradi. HP esa heal, reaksiyalar chatiga yozish 1000. Imkoniyatlar xom soni 5 ta, region blok 4 ta, auksionda 9 ta narsa qo'ysalaring bo'ladi. Energetsda bu ham 36 ta, teleport soni 6 sekund. Ya'ni gamba bu meni kitim. Bu meni kitimga, ya'ni buni imkoniyatlari kit gamma, bak, o'lim joyiga qaytish, o'lganingizdan keyin bak desalar o'sha joyga boradi. Ender chestni ochish, qisqacha ender chest oldiga bormasalaring bo'ladi. Craft deb yozsalaring bo'ladi. Buyum nomini o'zgartirish. Anvilsiz o'limdan XP ni saqlash, ya'ni 110 yoki boshqa katta XP'laring bo'lsa, sizlarda o'sha XP saqlab qoladi va rangni yozish. Xom soni 6 ta, region blok 6 ta, auksion stollar 10 ta, energy 4. Bu ham 36 ta qator, teleport soni 5 ta. Va shunga o'xshash buyruqlar bor. Eng kattasida just ban, mute, unmute qilsalaring bo'ladi. Xo'p, shunga o'xshash narsalar bu ham var. Bu joylagan o'sha joyda nomi, kazino, bu pul qo'yib o'shani ko'paytirib olsalaring bo'ladi. Kazino qilib. Xo'p, bu yerda donat, bir oyga donatning summalari. Xo'p, bu
bu yerda donut case'lar, bu yerda esa region bloklar va warp main deysizlar. Va kutib turasizlar. Manaki bu yerda main bor va undan tashqari bu yerda top mainlar. Men ikkinchi o'rinda turibman. Top kim main qilgan. Xo'p, ichkari tarafda bu yerda ham main bor. Main va bu tarafda esa nether main bor. Nether, ya'ni bu olovli volkanning maini. Endi warp enchant deysizlar. Hop, warp enchantda esa boshida kuchlab olishlar uchun sizlarga yordam beruvchi joy bu. Hop, warp PvP. Eng qizig'i sizlarga warp PvPning yangiligi hech qanday serverda yo'q. Eng katta kartaga ega PvP karta. Anaga ko'rasizlarmi? Juda katta. Bu yasmas o'ynasalar ham bo'ladi. Ko'rasizlar, eng katta joyga ega bo'lgan PvP karta. 3 ta tuynuk bor. 4 ekan. Bu yerda pastga tushsalaring, bu yerda PvP chest turadi. Ya'ni bu yerda o'lim qutisi turadi. Buni ichida turli OP narsalar. OP degani zonalar. Parkur bo'ladiganlar manadan tepadan chiqib ketishi mumkin manaki. Parkurda men yaxshi bilmayman. Ko'ryapsizlar, musulmon. Keyin warp yana qanaqa joylar borligini ko'rsataman. Warp spawn, warp RTP. Bu yerda bilasizlar nimaligini qo'yganlar. Hop. Hammaga prime beriladi. Hammaga prime 30 kunga aktiv ko'tarilsa mana shu serverda aytgancha hammani qurbon hayitlari bilan qurbon hayit bo'lishidan chegirmalar bo'lyapti. Ko'ryapsizlar. Prime 3000 so'm, atiga 30 kunga 3000 so'm. Ko'ryapsizlarmi? Eng qizig'i just 62000 so'm. IP kod serverning IP kodini tashlab qo'yaman. Hammaga sog' salomat.